Sayyoramizda shunday qushlar borki, ular tezlik borasida hatto zamonaviy sportkar va samolyotni ham ortda qoldiradi. Ushbu videoda yer yuzidagi eng tezkor 5 ta qush haqida ma'lumot beramiz. Hayvonlar orasida mutlaq rekord qaysi jonzotga tegishli? Hozir bilib olasiz. 5-o'rin Meksika erkin dumli ko'rshapalagi. U gorizontal parvozda eng tez ucha oladigan sutemizuvchilar sirasiga kiradi. Uning aviatraker yordamida o'lchangan tezligi soatiga 160 km gacha yetgan. 4-o'rin Miqqiy. Bu qush xuddi tirik o'qdek. Yaltiroq uzun va uchli qanotlari bilan miqqiy tezligi 160-165 km/soat gacha yetishi mumkin. 3-o'rin Oqbo'yin qaldirg'och. Bu qush devor yoki yerga tushishni yoqtirmaydi. U parvoz vaqtida uxlaydi hamda ov qiladi. Gorizontal parvozda tezligi 169 km/soat gacha yetishi mumkin. 2-o'rin Burgut. Ushbu qush erkin parvozda 120-160 km/soat tezlikda uchadi. Ammo o'ljaga sho'ng'igan paytda bu ko'rsatkich hayratlanarli 320 km/soat gacha yetadi. Va nihoyat 1-o'rin Sapsan. Uning tezligi 389 km/soat gacha yetadi. Sapsan sayyoradagi eng tez mavjudot hisoblanadi. Bu hayvonot dunyosida qayd etilgan mutlaq rekord.